Yirtilibdi. Hammadan birinchi turib. Balkim bular ham turgandir. Lekin ko'chaga birinchilardan chiqib Jizzax Aydarko'l. Yomg'ir o'tib ketganga o'xshaydi. Mana bulutlar, bu yoqdagi bulutlar mana. Yoshlar bu kapsulada. Abdurahmon akalar nariga, biz bu kapsulada yotdik. Kapsulalar ham bu yerda ikki xilga o'xshatdi mana. O andaqa kapsula bor ekan, angarga o'xshagan, bochkaga o'xshagan. Mana. Silindr ko'rinishda. Va bunaqa mana. Qayerda uxlayaptimikan yo turdimikan, ha? Taqillatsam bor edi, baqirib qolsa, demak hali uxlayapti. Taqillatsam do'g'ri, olib ketsa, demak turgan. O'zini boshqa ishlari bilan band, chivilla. Yo, jimjit. Demak, hali uyquda bo'ldi. Suv qaranglar, suvi. Yo taraf ko'rinmayapti-ku suvi. Nima san? Taxminan 2 soatcha o'tdi boyagi videodan. Biz o'sha chiqdik. Mas'uliyat his qilgan holda tayyor chiqib oldik. Endi bu kapsula bilan narga kapsuladagilar chiqsa, zavtrakka choy ichgani. Bular tayyorlanishyapti, hali ham bo'lmadi. Aydarko'l. Aydarko'ldagi maskanning asosiy binosiga keldik. Mana biz tushunishlik uchun pastdagi kapsulada turdik. O'sha kapsulada. Endi hozir kapsulada kelib asosiy binoni restoraniga keldik. Turinglar, zavtrak tayyor uje. İbrahim turinglar, zavtrak tayyor uje. Mana zavtrak. Chinar kafega xudo xolasa qaytishda kirishga harakat qilamiz. Shu yo'limizda to'g'rimi? Ha, gap bo'shlik emas. Kafega joylabdi. Mana. Yaylovlar. Ko'pchilik topolmayapti haligacha. Hazil yozmoqda, Nimaligini topinglar. Hozir kartingda gonka bo'ladi. Taklif tashladimki, gonka davomida ana oddiy rolon paketlar bor, prozrachniy. O'shaning ichiga suv olib, kimdir o'tib ketayotgan bo'lsa, o'shanga otsa bo'ladi o'shani deb ana qildim. Ko'rib chiqishadi, qani ko'ramiz. Nima? Oq kachkalarni. Mana shu kartingda hozir battle bo'ladi, battle. Azbiyoda ma'lumot olib yotibdi. Xona nechi pul, nechta odam keladi, skidka qanaqa, ma'lumot bilan band. Mana 1 yildan boshlandi, 5,5 oyda tugadi. 1 yil 7 oy, 5,5 oy. Yana kimdandir so'ray, balki so'rasa, balki 3 oy ham deb qolishar. Lekin zo'r joy ekan. 207 gektar. O'shandan bu yerda 27 gektar, 28 gektarga qurilgan ro'yxat. Xarjana bo'lmasa bo'ldi. Karting Aydarko'l. O'shandan yoqib beraylik. Yo'q, bizda ikki markazimiz. Hoziramiz. O'sha boshladik qo'yishdi. Aydarko'lda. Davron. Rabbi. Ben menga ashuni mata qilaman. Amir qo'shib qo'yish kerak ekan. Ya bakaniki. Saqasi mana buni aka. Konka boshlayapti. Jahon ketgan boshqadami sizga? Jahonga qilish. Bilaman, popkamni ichida-da.
Garantiya ulab kelsa. Unda ikkita kadrdan ishlab turasan, Dilshod aka bilan Abdurahmon akadan. Sizda bormi? Bu reba ochkini taqib bo'lmaydi-ku. Kaskanisi. Kaska bor. Lekin men oqini ko'tarib taqsa bo'lar ekan. Eski kaska. Anna qo'yib qolaman aka. Ochki. Kaska bor. Aka kaska taqish shartmi? Ha, voy. O'tirib bo'lsa, ochki bo'lmaydi, kaska taqilsa. Shuni aytmoqman. Amal. U qachon kechga kirasizlar? Yo'q, obeddan keyin. Bezdan chiqmagan restoran. Qayerda joylashgansizlar? Do'stlikda? Ha. Lagari. Yo'q. Sizlar hozir do'stlik bilan kelgangicha? Ha. O'sha yerda. Do'stlar. Zaxich kelishlar. Ozgina qoldi devor qurishlariga. Oson emas. Turbo yami bo'ladimi deyman. Turbo motorlarda ham shunaqa-yu. Abod Ibrohim chempion, ishonaveringlar. Men nadejniy odamda. Bu Top Gear o'zbekcha varianti. Mana. Ibrohim Dilshod. Tak. Mani yutolsanglar, ochking berib. Ay boka! Ibrohim o'tib ketyapti 3-kurug'ning hisobida. Shuni Ibrohim yutayotgan bo'ldimi? Ibrohim yutyapti. Dilshod aka. Ikkita kurugda lider bo'lgan Abdurahmon aka yana qiziq kvadrotsiklda ketdi. Biz mana bemalol shoshmasdan elektrokarda mana manzarani tomosha qilib. O'sha shovqinagan kvadrotsikl to qo'shilgan. Sarroja, zona sen bor ekanda. Teksiyuliga borsa, bunaqa teksiyulda anaqa bo'lmaydi. Batak propaganda taqo'ganishi. Kayfda bordi, anaqa yo'llar o'zi. Qumli yo'lda yaxshi yuradi bular. O'shalarga maqsad, o'sha yo'lda. Kayf o'shanda beradi. Hozir mashq aylanishadi ular. Kachiram bo'ladi deyishdi. Katerda parashyut ham bor. Parashyut bor? Oo. Tushamiz a? Shu hali aniqlangan yo'q, men xudo xolasa. Yo'q, tushmadi biz ham. Tushamiz. Biz tushamiz. Bu parashyutga duxam yetmasa kerak-ku. Bo'ldi aka. Juda go'zal. Mana plastmassadan ham to'g'ri foydalansa bo'lar ekan mana bundoq qilib mostga o'xshab prichal qilib olib borishgan ekan suv ustiga. Mana bular qumli yo'llarda, mana bunaqa yo'llarda, mana kvadrotsiklda mazza qilib yurishdi. Odamlar ko'p lekin mana. Odamlar juda ko'p. Dada! Ko'rdingizmi? Kvadrotsikllar saylidan keyin ana endi ikkita Yamaha motorli Skarasnoy kater. Yana kater, qora bayrli mana. Qora Gentrani suvdagi variantlari.
yo mana Ibrohimni Saru Mercedes yo Hammer varianti mana. Ibrohim telefon qildi menga. Fozilov chiqibdi-da, u Jahongir telefon qildi deb o'ylayman. Nima telefon qilding deb qo'yaman. Fozilov qildi o'baga. Kvadrotsikllarni jonini oldik. Az уже полный zavod qilib berish kerakmi, nima qilib berish kerak, mana bu yoqishim rahbar. Boy kartinga qo'lga oldilar, kecha baliq pishirish qo'lga oluvdilar. Kvadrotsikl. Yigit kishiga 40 hunar. Ketaylik. Ketaylik, tiqaylik. Biqin qilaylik. Seriyozda, jahli chiqib ketdi. Qoraqalpoq ham ketaveradi. Subadan asosiy binoga kelib, endi mana sizga xonalarni. Mana bu xonalar, bu oddiy standart davon. Nuqul o'zing action uchun o'zingni tutish. Okeylar xonani room tour qilib beraman. Shu room tour bo'ladi bu. O'sha blogerlar o'zini podpischilarga ko'rsatadi xonalarni. Oshxonasi qanaqa, oshxona bo'lsa agar kerakda. Hattoki dushovoy, hojatxona, spalniy xona, ishxona o'shalarni ko'rsatishadi. Bu yoqda endi lyuks xonalar, darcha oilaviy xonalar, mana yonma-yon xonalarda ko'pchilik bilsa kerak, orasida ba'zi payt eshik bo'ladi. Eshik. Oila kirgan. Eshikmi? Eshik. Kirib chiqadi. Daligi nima deydi? Smejniy xonalar. O'zbekcha. Koridordagilar yo'q ekan lekin yaxshi chang yig'mas ekan. Bu yoqdan ketdi. Pajam безопасность oddiy zimada tushadigan joylar. Uy, yo'lani ham ko'rsatib faqat mana bu. Endi bu kamerani berasizda ko'proq mana kadr ortida bo'ladigan voqealar, boshqalar mana shu kanalga kirsanglar, imkon qadar qo'yib yurishga harakat qilamiz. Lyuks mana bu yo'q. Yo'qdi. Mana. Anaqa ekan, romantik ekan. Romantik. Buyoqqa chiqamiz. Bir yil oldin shu maskan yo'q edi. Hozir biz katerga o'tirdik. Hozir uzoqdagi orolga borar ekanmiz, tash Aydarko'l degan joy. O'tirib ol. O'sha orolga qarab ketyapti. O'sha orolga yetib olsak, orolga tushamiz. Qiziq kontentli kerak bo'lsa, shu yerga kiraverasizlar. Okay? Orolda sigirlar yuribdi. Bu qanday yetib kelgan bu yoqqa bular? Qayiqda olib ketishgan. Qayiqda? Egalari o'zi tashib ketadimi? Egalar o'zlari tashlab ketadi, kichkina paytida o'zlari katta bo'lib, keyin olib ketishadi. Endi bu qanday ajratib olishadi? Bu sigir maniki, u buzoq saniki deb. Hammasi biladi, kim qaysi sigir kimligini. Hididan bilar ekanda, hididan. Tashqasidan boshqa joylarda mol topilganda ular ajrata olmaydi. Katerdan chiqqandan keyin Erbol ukam bilan mana endi sekin kvadrotsikllarni jonini olamiz, jonini. Mana men ham shuloy bo'lib o'xshayapti. Qanaqa formatda bilmadim, lekin bu ham shu yashaydigan joylar bo'lish kerak. Bu taraflar mana kapsula. Har xil 2 ta odamli, 4 ta odamli, 3 ta odamli mana shunaqa kapsulalar. O'zi bitta vrachga shunaqa qildi. Voy keldilar, bakoy orqasiga ajoyib Samsung nakleygasini yopishtirib qo'ydi. Amerikada kutib oladigan okaga qarab, qaranglar, eskirib qolsa yengilab qo'yasiz deb qo'ydi. Mana Aydarko'ldagi kunimiz ham o'z oxiriga yetib keldi. Endi sekin Jizzax shahar o'ziga qarab yo'l olamiz. Shahargacha bu yerdan 100 kilometr ekan. Jizzaxdan keyin Samarqandga, Jizzax shahardan Samarqandgacha taxminan 80-100 kilometr ekan. Yo'g'i darcha Samarqand.
Jizzax shaharga yetib keldik. Akam kutib oldilar. Hozir Asror akam keladilar. Kelaverasizlar, Zafaron restoran. Onamizni qanaqaligini toping. Qanaqaligi qaysi ma'noda qanaqaligini? Katta bilanmi-ku? Yo'q, zay kichkina 700 bir. VIP degan ma'noda. VIP. Shu Wi-Fi paroliga aniq qildinglarmi? Zafaron 701 ekan. Zafaron 701. Bemalol shaq kelib, tekin Wi-Fi ishlatsa bo'ladi. Zafaron restoranidan chiqdik mana. Yo'q, ketakoy tamadini qildik. Abdurahmon akalar videoni olishdi. Mana Asror aka charchamang, sog' bo'ling, o'zingiz ehtiyot qiling. Polvon Live YouTube kanaliga kirib, like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar. Unutmanglar. Biz o'sha kadr ortidagi narsalarni qo'yamiz mana. Живой yana. Ana живой aziz mana. Живой Erbo. Ya Instagram emas bu, YouTube deyapman, ha? Ya, YouTube. Endi Samarqandga. Suqrov Samarqandga necha soatda yetib boramiz? 1,5 soat. Xudo xolasa shu 1,5 soatda. Gaplashma, az yetdi. Mana Erbol. O'sha eski an'ana. Samarqandga yetib keldik. Jizzaxdan, Zafarondan shunday chiqdik. Tirs mashinalarga o'tirdik. Gazini bosdik. O'sha eski yana o'zimizdan an'ana, yana bagaj ochildi, yana boshqadan taxlanadi. Hozir birinchi qoravoy, keyin oppog'oyi perikitka bo'ladi. Berib yuboriladigan narsalar mana Sparkga bo'ladi. Labbi. Kimdir ikkita pasport bersin? Kim pasport bermadi? Shunaqa. Haligi kutilmaganda paydo bo'lgan qiyinchiliklarni imkon qadar hal qilish. Bu Tetris o'yinini oxiriga yeta olmadim-man. Yigit professionallarga topshirib, sekin bizning xonaga endi. Bizning xonaga, mana Erbolam xonaga qarab kirib ketyapti. Ochilsin sim. Mana. Yana. Wow. O'zgarishlar bor. Erbol. O'tgan safar ham sen bo'lmagansan o'tgan safar? Ha, sen yo'q eding, bo'ldi. O'sha payt niyat qilgan edim. Menga ham nasib qilsa ekan mana shunaqa safarlarga borishdi. Ha, zo'r, ana. 2026-yil nasib qildi. Rovni 2 yildan keyin. Ha, Allohga shukr. Samarqandga yetib keldik. Montaj ishlar, joylashuv, prachka, mana. Yo'lib, ilinib. Manzara nima deyapti? Samarqandga yetib kelib joylashdik. Xudo xolasa ertaga Samarqanddan videolar va Shahrisabz. Yaxshi dam olinglar, like bosinglar, kommentariy yozinglar. Qo'llab-quvvatlanglar.